Assalomu alaykum azizlar, hammaga xayrli kun. Navbatdagi velosipetimizdan 7 donasini Bo'z tumaniga savdolashib berdi. Akamiz tirikchilik qilarkanlar. 1 200 ming so'm bunisi bo'ldi. Gollandiya 28 razmer. Optim qilib, arzon qilib berdi. Ichida har xil narxdagisi bor. Bittasi Maestro. Uchtasi bu. Uchta tepada yukladik. Har xil narxda bo'ldi. Savdolarga Alloh baraka bersin. Hammani oilasiga, ro'zg'origa, ishiga Alloh baraka bersin. Sekin-sekin bitta yuklab o'rtog'im Olimjon bilan tashab kelsa yaxshilab bayli, tushib qolmasin. Kimga shunaqa velosipedlarimizdan kerak bo'lsa, Marg'ilon velosiped bazamizda Serob velosiped ko'raverasizlar. Har xil turdagi velosipedlarimiz bor. Optim qilib ham beraveramiz, donalar ham beraveramiz. Mana Labenex narxlarni ham aytib o'tdi deyapti. Endi ko'pchilik narxlari har xil. Endi toza narsani necha qimmatroq aytsak, gap ham eshitmay olyapmiz endi. Shu arzon qilib berdikki, 7 ta olishdi mana. Velosipedimiz hali Serob. Navbat bilan bitib tayyor bo'lib chiqyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelaverasizlar.